Xitay savdo urushida qaytarma hujumga o'tdi. 13-may Xitay Tamojna idorasi Amerikaning tamojna bejini o'stirishga qarshi yangi qaror e'lon qildi. Qarorda Amerikadan kirgiziladigan bir qism mallardan tamojna bejini o'stirish bekitilgan bo'lib, Amerika 9-may Xitoyning 200 milliard dollar qiymatidagi mallardan elinadigan tamojna bejini 10% dan 25% ga o'stirishiga qarshi chiqarilganligini bildirdi. Xitoy 1-iyundan boshlab Amerikaning 60 milliard dollar qiymatidagi mallardan elinadigan tamojna bejini ayrim holda 5%, 10%, 25% ga o'stirganligini e'lon qildi. Amerika Xitoy savdo urushi texmo keskinlashishga boshladi. 13-may Trump Twitter hisobida Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foyda olib kelganligini ogohlantirib, Xitoy o'ch olmasligi kerak. Agar o'ch olsa, texmo chataq bo'ldi degan. Prezident Trump 13-may Twitterga yo'llagan uchurda yana "Men Xi Jinping va Xitoydagi boshqa do'stlarga nihoyat ochiq qilib, agar sizlar kelishim hosil qilmasanglar, Xitoy chataq ahvolga qoladi. Chunki shirkatlar boshqa davlatga o'tkazishga majbur bo'ladi. Xitoydan bir nima setib olish texmi tasqi to'xtaydi. Sizlar nihoyat yaxshi bir kelishimga kelib qolgan, biroq sizlar yenib oldinglar" degan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy burun kelishgan nurg'un va'dalardan yenib olib, suhbatni boshdan boshlashni talab qilgan. Lekin prezident Trump Xitoyning taklifini rad qilgan. Xitoy hukumati kelishim asnosida moddalarda o'zgarish bo'lish yenib olganlik bo'lmaydi. Bu normal ahvol deb o'zini yo'lliq ko'rsatishga urindi va o'zining kelishib bo'lgan kelishimidan yenib olganligini inkor qilmadi. New York vaqt gazeti xabarida Xitoy hukumat amaldorlarining ularga oshkorlashicha, bu kelishimning dastlabki nusxasini Xi Jinpingning ko'rib chiqqandan keyin o'zgartirish kirgizganligini bildirgan. Uningdan boshqa Xitoyning Nanhua atdiganlik gazetida Xi Jinpingning barliq oqibatga o'zim ega deganligini xabar qildi. Savdo urushi ta'sirida kelib chiqadigan ahvollarga qarata Xitoydagi analizchilar Xitoyning pul qiymatini o'zgartirish, ishlab chiqarish zanjirini yo'tkash, ichki ishlab chiqarishni oshirish, Eron va Shimoliy Koreyani daydaga silish usullarini qo'llanmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, savdo urushi keltirib chiqargan iqtisodiy chekinishni hal qila olmaydiganligini faraz qilmoqda. Xitoyning 2018-yildagi tamojna statistikasiga asoslanganda, Amerikaga eksport qilgan savdo summasi umumiy savdoning 19,2% ni tashkil topgan. O'tgan yildan e'tiboran Xitoy-Amerika tijorat urushi sababli paychak bozorida davolg'ish ko'rilgan bo'lib, mablag' solg'uvchilarga qarata foydasiz hollarga sabab bo'lgan. Bu ikki davlat bilan munosabatlik bo'lgan boshqa davlatlarning savdosiga bu tijorat urushi belgilik ta'sir ko'rsatmoqda.